Assalomu alaykum. Men Toshtemir Vacharoz Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 4-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan tarbiyachi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik mavzusini. Bu mavzuni biz 3 ta reja asosida ko'rib o'tamiz. Birinchi reja o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik. Ikkinchi reja o'qituvchi hamkorligining maqsadi. Uchinchi reja o'qituvchi hamkorligining vositasi. Biz bu mavzuni ko'rib o'tishimizdan oldin dastlab muloqot tushunchasiga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Muloqot yunoncha so'zdan olingan bo'lib, so'zlashuv, shaxslar aro suhbat va fikr almashinuv, og'zaki nutq shakli, ikki va undan ortiq shaxslarning so'zlashuvi degan ma'nolarni bildiradi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot bo'lishi uchun o'qituvchi yetarli darajada qobiliyatga ega bo'lishi kerak hamda o'z-o'ziga doimo quyidagi savollarni berishi va unga javob berishga harakat qilishi kerak. Birinchisi nimaga o'rgatish, ikkinchisi kimga o'rgatish hamda qanday o'rgatish. Nimaga o'rgatish? Bunda ilm-fandagi yangiliklarni anglash, yangi fan terminlarni tushunish, o'quv predmetini to'liq o'zlashtirish, keyingisi malaka, ko'nikma, qobiliyatlarni shakllantirish, keyingisi o'quv predmeti o'rtasidagi bog'liqlikni amalga oshirish. Oxirgisi o'quv mazmunini tushunarli tizim asosida ko'rish kabilarni keltirishimiz mumkin. Birovni o'qitadigan, tarbiya qiladigan inson avvalo o'zi har tomonlama barkamol bo'lmog'i lozim. Zamon talablari shuki, professor va o'qituvchilar o'zlarida mavjud bo'lgan bilim va saviya bilan cheklanib qolmasdan, xorijiy mamlakatlar tajribasini qunt va savod bilan o'rganib, mag'zni chaqib, undan keyin o'quvchilarga saboq berishlari zarurligini alohida ta'kidlab o'tadi. Bundan tashqari tarbiya tushunchasiga to'xtalar ekanmiz. Tarbiya bu uzluksiz ijod qilish jarayonidir. Oldiga yangidan yangi vazifalarni qo'yadi. Shaxslarning xususiyatlarini individual o'rganishi lozim. O'quvchilarning ota-onalari bilan tanishish, ular bilan aloqa o'rnatish o'qituvchining ishidagi muhim yo'nalishlardan biridir. O'qituvchi bunday ishlar bilan band bo'lar ekan, shu o'rinda o'qituvchilar sharoiti og'ir yoki oilasi notinch, oila farzandlari bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazish, ba'zan mahalla raislari bilan kengashish, oilaga kerak bo'lsa yordam uyushtirish, bundan tashqari ularga kerakli yordamlarni ko'rsatish, oila notinch bo'lsa, o'quvchilarning ham albatta ishida unum bo'lmaydi. Buni albatta o'qituvchi seza olishi kerak. O'quvchilarning ko'ngliga yo'l topa bilishi lozim. A'lochi o'quvchilarni rag'batlantirish, ota-onalarga tashakkurnomalar yuborish, ertalabki yig'inlarda o'rnak qilib ko'rsatish ham albatta yaxshi natija beradi. Bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topgan, yaxshi hayot kechirayotgan kishilarni mahallasidan o'rnak qilib ko'rsatish, ularning ortidan ergashishga da'vat qilish, buning uchun astoydil bilim olish kerakligini o'quvchilar ongiga singdira olish ularni hayotga tayyorlashda juda muhim o'rin tutadi. Bolalarni o'tish davrining 5-6 yoshlardanoq kitobga, darsga bo'lgan ishtiyoq so'nib, bo'sh vaqtini boshqa keraksiz ishlar bilan mashg'ul bo'lishi bizni hamisha munozara qilishga chorlaydi. Aslini olganda, oila va maktab orasidagi hamkorlik jarayoni ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilishga, bo'sh vaqtini o'tkazishga, bolalar va pedagogik jamoa bilan o'zaro munozaralarga qaratilgan bo'lishi kerak. Ta'lim tashkilotining o'quvchilari, oilalari bilan hamkorlikning maqsadlari va shartlari o'zaro munosabatlarni tashkil etishning muhim tarkibiy qismidir. Ularning yutug'i ta'lim tashkilotining ota-onalari bilan hamkorlik qilish shakllari va usullariga, ularning birgalikdagi muloqotini va faoliyatini tashkil etishga bog'liq jarayon hisoblanadi.
O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shakllari, ularning birgalikdagi faoliyati va muloqotini tashkil qilish usullaridir. O'zaro ta'sirning kognitiv, guruh va individual shakllarini birlashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ota-onalar va o'quvchilar uchun eng katta muammo samarali muloqot qilishdir. Bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin ko'pincha suhbatlar uzilib qoladi. Chunki o'qituvchi mutaxassis ta'lim sohasiga xos bo'lgan tilni ishlatadi va ota-onalar uchun notanish bo'lishi mumkin. O'qituvchilar suhbat boshida ota-onalarga tegishli so'z birikmalarini, masalan, turar joy va modifikatsiyani tushunishlariga ishonch hosil qilishlari muhim jarayon hisoblanadi. O'rinda aytib o'tishimiz mumkinki, tarbiyachi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali hamkorlik bu nafaqat bilim berish, balki shaxs tarbiyasi, ijodiy ko'nikmalar va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning ham asosi hisoblanadi. O'zaro ishonch, hurmat, faollik va doimiy muloqot orqali har bir o'quvchi o'z salohiyatini to'liq namoyon eta oladi. O'qituvchi va tarbiyachilarning birgalikdagi sa'y-harakatlari o'quvchi bilan do'stona va samarali aloqalari natijasida ijtimoiy yetuk, bilimli va tarbiyali avlod